сентябрь 2021 yıl sizning qarshingizda yangi oila G'afurov oilasi tirkaldi. Yoshlar bir-biringizni qutlab. Turmush yami yashowda. Yashav yami oilada degan aytim bor. Oila shunday yoqimli, жылы hislar bilan to'lgan, ham shunday vaqtda bek zo'r ma'noga ega bo'lgan so'z. Abid turmush yo'li shumag'ina bormi? Turli og'irliklar, kirtalar uchraydi. Buning shulay ekanligini sizning ati-anilarga shohid. Totuv oilada yashav baxt. Oila ne qadar nafisa, ondan kelgan жылылык da shu qadar kuchli bo'ladi. Er bilan xotin orasida noz, muhabbat, bir-birining xato kamchiliklarini kechiruv sifatlari sig'an. Bugun sizni qutlarga deb bek ko'p qo'noqlar kelgan. Ular orasida eng qadrlilari ati-anilarigiz. Hurmatli ati-anilar, bugun sizning ishingda eng baxtli kun. Ali qo'shangina bolalarigizning birinchi odimlarini, birinchi so'zlarini, o'ngishlarni suyungan edingiz. Hozir ular sizni baxtli turmushlari bilan, aniqlar bilan sizga qarata zo'r hurmatlari bilan suyundirir. Hurmatli ota-onalar, fotografiya olishabizmi? Aydagiz. Qo'noqlar, kimlarning tilaklari bor? Sizda turga o'zib, motor etib fotografiyalar tushib olishga mumkin bo'ladi. Bor baldaqlarimiz mangilik, muhabbatigiz qobatlab, isbotlab, yaratganingizni bildirib tursin. Baxtli bo'ling'iz. Xayrli, emin yo'llar sizga yoshlar.